Qaysi oyatda almashtirdingiz? Maydan, iyundan? Bir kunda bo'lgan ishga 2 hafta ketib qoldi. Biz bilmagan 9 do'koni bor ekan. 5 oyda o'zi 4000 tadan oshib sotgandim. U обязательно fashifga tovar Lacoste brendda sotilyapti deb jalba qilib bloklatgan. O'zi yarim minutga yaqinlashib qoldi. Menejer top beramiz endi Abdumalikga Xudo xolasa. Oldinda qanchalik qiziqcha bir so'nadi. Olib sotarlarga maslahat bermasdim. Abdumalik akamiz nechinchi patokda o'qidingiz o'zi? Ichida o'qidim. 24-yilda oxirgi patogida o'qiganmizda. Yanvar 7 dekabrda. Shunaqa edi. Yili boshida sotuvga chiqmadinglar? O'zi yanvarda dars tugab, o'zi 14-yanvarga nima qo'yganmiz? Partmanchalik, gift qilib, o'shandan boshlangan. Fevralda sumka qo'yganman. Fevraldan 14-yanvarda urganmiz savdosini. Fevralda boshlangan, keyin qaysi oyatda almashtirdingiz? Maydan, iyundan? Yo'q. Aprelda 200 dan oshadi o'zi. 200 milliondan oshadi. Bir gaplashuvdik, kelgandim. Keyin shu bilan apreldan keyin sirazi iyunning oxiri iyulga o'tdi. Boshiga o'tyapti. Iyulning boshiga o'zi yatta almashtirdikda. Almashtirdik, ha. Fevraldan boshlab necha oy bo'ladi? Necha oyda 1 milliard? Fevralni hisoblaymiz. Mart, aprel, may, iyun. 5 oyda 1 milliard qo'ygan. Oyiga 200 million desa ham bo'ladi, plus minus. Undan keyingi bo'lgan u uzumni qasaklarini bitta o'zingiz aytib bersangiz, o'zingizdan. Undan keyin o'sha yatta almashtirishgacha muammo bo'ldi. Uni o'zim tarafdan desam bo'laveradi, aytdim-ku, men soliq noto'g'ri kiritibman, lekin uzum bilan gaplashsam, ular cho'zib yubordi. Bir kunda bo'lgan ishga 2 hafta ketib qoldi. Keyin menda sezonida har kuni havoraga menda vaqt bo'lmadi. Chili to'g'irlab, o'zi pashti iyulda yattani savdoni to'xtatib, narxlar ko'targanman. Hozir bo'lsa 1 minutda o'tib ketadi. Bir 16-kunini o'tibdi keyin. Ungacha hamma sumka bir 1,5 mingtamikan shiklatda hammasi chiqdi o'zi. 15 ga savdo bo'lmadi. Hammasi xaynega ketdi. Bitta eski yo'lda kesib turganda kamida 100 ta bor edi. O'shanda 92 minggacha chiqdi eng ko'p to'lagan kuniga, bir kunda shiklatda to'lagan xayneniya uchun. Skladga xayneniya uchun. U savdo topdan tushib bo'ldi. O'zi iyulda o'zi foyda chiqmadi o'zi. Foyda yo'q, o'zi ziyonda chiqdi o'zi xayneniya. Keyin avgustdan sezon ham boshlanib uzumda, unga sezon ham boshlanib, sal savdo ko'tarildi. Ungacha uzumdan 2 ta zakaz oldim. 1000 tadan 2 xil sumkaga, 2000 taga. Uzum chiqarib bering dedi. Uzum bilan gaplashdik. Chiqarib berdik. Undan xayneniya dedimmi hamma sumka. Ular o'chirib bergan bo'ladi dogovorda. O'chirib beramiz deganda, chunki 1000 taga u kuniga u normal 50-60 ming hechda hamda bittasini o'chirdi, bittasini o'chirmadi. O'shandan bittasi qolib ketdi. Bittasi qolib ketdi, bittasiga shaqillatib 50 mingmi, 40 mingmi hechdi kuniga. 10 kunda 400 ming, bir oyga 1 million 200. Keyin aytdim, o'chirmayapsiz desam, kecha kuni qaragan u turdi-yu, yoki bir haftadan kechyapti mendan, mana dedim. Bo'ldi, qilamiz deb 2-3 minut so'radim. Yo'q. Oxiri so'ramay ham qo'ydi. Yozsam javob bermay qo'ydi-da menejer. Undan keyin o'zi hafsala pir bo'ldi. Bu yerda o'zi optimda o'zi vaqt yetmaydi. Qaragan. O'zi ishingiz ko'p. Ish ko'p o'zi, ish ko'p, o'zini qaraganimiz yo'q. Keyin undan oldingisi bitta dogovorimiz bor, u ham atmagan bo'ldi. O'zi 2 oyligida, undan keyin cho'zmadi. 25% da menga 15% tushirib berishadi. Uning uchun 50 ta o'sha 50 xil eski olib kirib berish kerak edi sezonga. Olib kirib ham berdim. Ko'rishdi. Undan keyin davom etamizmi, yana narxlar tushirib berdim. Undan keyin nashmadi. Biz raqobat qo'mitasi qo'ymayapti deyishdi-yu, lekin men ko'rdim o'z ko'zim bilan. O'sha past komissiyada o'zi sotyapti, sotuvchilarda, misol. Aytdim-ku, bitta salfetka o'zi 4,5 ming turibdi, logistika o'zi 4,5 ming. Lekin unaqa tovar uzumni o'zi sotadi. Oila tanlovi. Oila tanlovi bor. Yo, anu katta brendlar bor-ku. Tam misol uchun shampun deydigan bo'lsak ham, Clear hid. Yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Uzumni bitta do'konni bilasizmi? Oila do'konni. Oila tanlovi. Oila tanlovi. Yana boshqasini bilasizmi? Ikkinchisini yo'q, qaysi? Biz bilmagan 9 ta do'koni bor ekan, uzumda o'zim monopol bo'lgan. Yo'q, uzumda ko'p, undan ko'p do'koni. Uzumda shunaqa. Va uni ko'rsatib ham beraman, ko'p. Men shu bitta oila tanlovida yurardim-da. Ko'p ekan. Chunki menga ham aytganda brendimiz urib chiqarib berasanmi? Oila tanlovimi desam, yo'q, boshqacha deyishadi. Yo'q, u qanaqa? Uzum distributsiyadan ofitsialniy sotib oladi o'zi. Sotib oladi. Distributsiyaga pulini 1 oyda qilib beradi. Shuna degan. Xuddi shu gapni aytdi. Ular qanaqa? O'zi nomidan do'kon ochadi, o'shanga tovarlarni qo'yib turib sotib oladi. Brendimiz urib chiqarib berasan dedi. Bizga 1 oy ham nima sotilganini beraman. Endi u sizga ishlab chiqaruvchi bo'lgach shunaqa taklif bergan. Вот. Keyin
Yana o'sha sezonda bo'lgan muammo mana xranение o'zi bosib yotibdi, savdo ko'tarildi. O'zini sekin aylantiryapti do'kon. Sal minusdan plyusga chiqay deyapman. Eng ko'p sotilgan Lacoste sumka 5 oyda o'zi 4000 tadan oshiq sotgandim. Avgust sezonning o'rtasida blok edi. U kimdan? Konkurentimdan. Konkurent jalba bergan. Konkurent oddiy klient bermaydi bunaqangi. U oddiy klient olsa yo qaytaradi, yo bitta yulishib turib, mahsulot yomon ekan deydi. U обязательно falsifika tovar Lacoste brendida sotilyapti deb jalba qilib bloklatgan. Sразу chiqdim, shuna bo'lyapti desam, aka klient bloklatibdi, 2-3 kun hal qilib beramiz. Hozir iloji yo'q dedim. Cho'zib yurdi, 10 kun o'tdi, 15 kun o'tdi. Keyin qarasam, uzunni o'zi ham brendga deb bloklab qo'yibdi. Ikkita jalba tushdi. Aka shuna bo'lyapti desam, eski uy o'zgartirish kerak deydi. O'zi o'zgartirib bo'lmaydi. Qilinglar bo'lmasa ochib beringlar desam, qolib ketdi shu bilan. Xraneniyaga chiqdi u ham. Eng ko'p sotilayotgani o'sha xraneniya bas edi. Siklata 550 tam turibdi o'sha sumka. Unning o'ziga alohida 70 ming yeyapti yana. Halinga plus. Keyin bir oycha turdi, keyin oxir bir oydan keyin siklatni qaytarib oldim-da, keyin yana boshqatdan qo'ydim. Bir haftacha bo'lyapti. Endi sal ko'tarilib 100 ta qo'ygandim, bir 60-70 ta sotilibdi. Yana chiqarish kerak tovar. Shunga kunda sotilib bordi 60 ta, 70 ta. Bir hafta bo'ldi. Shto yo'q, bir haftaga emas. O'zi bir hafta bo'ldi. O'zi yuk qo'yganiga 1-2 kundan keyin sotilib, 50-60 ta o'zi 3-4 kunda sotilib qoldi. 3-4 kunda sotilib qoldi. Ha. Yaxshi. Hozir yettita almashtirganingizda, yillarda almashtirgan bo'lsangiz, o'sha оборот qancha hisobladik bu yerda? Aylangandan keyin o'zi 465 million ko'rsatyapti. O'zi yarim milliardga yaqinlashib qoldi. Yarim milliardga yaqinlashib qoldi. Bundan foydani ham chiqardik. Hamma rasxodlar, nalog, balog, xraneniyadan chiqarib tashlaganimizda o'zi hech pul mana nimaga chiqardik-ku? Hozir 7 millionmi sklatda o'zi hisoblaydi. Xraneniyaga mana 2 oyga 7 million chiqib ketyapti hamma tovardan. Alohida soliq chiqaryapmiz yana. Men o'zi minus dedim, yaxshi, hozir qancha chiqdi? 38 ko'rsatyapti-da. 38 million 468 ming. 3 mingda. 3 ming ana plus minusi bilan. Foydada chiqdi 3 oyda. 3 oyga 3 ming bo'lyapti. 3 oyga 3 ming. Uni men iyulda bir oyda qildim o'sha savdoni. O'sha foydani bir oyda qildim. Bir oyda bo'lgan foyda. Undan keyin shu men qulab. Sabablari shu uzum bilan ham dogovor bo'lgan. U dogovor bo'yicha uzum xraneniyani birinchi navbatda tushirib bermadi. Undan keyin eski dogovorni cho'zmadi. Chunki monopoliyaga qarshi kurash chiqdi bizga mumkin emas deb turib shunaqa qildi. Yana bitta sababi Abdumalik akada o'zlarini offline optaviklar ularni sezon boshlangan. Imенно xuddi shu o'zlarining tovarlari, uzumga qo'ygan tovarlarini offline'da optim sotadilar. Toshkentga hamma yoqqa tarqatasa, biz 12 ta viloyatda respublikaga polniy tarqatadilar. Shuning uchun o'zlarida ham sezon juda ham tig'iz bo'lganligi uchun uzumni оборотda bularga qiziqtirmagan. Vaqt bo'lmadi deylik. Vaqtlari yetmay qolgan, shuning uchun bular necha soat sarfladimi dedingiz keyin? Qaysinga? Uzumga. O'sha sezon paytida, shu 3 oyda. Sezonda avgustda yuk chiqarmadim. O'sha aytdimmi, 1000 ta, 2000 ta zakazimga qo'shib bitta so'zi o'sha iyulning oxiriga to'g'ri keladi. Shuni chiqarib yubordim. Undan keyin yuk chiqarmadim. Do'kon o'ziga 2-3 martamni ko'z tashladim, xolos keladi. Aksiyada chiqib qolsa qo'shganimni ne qilib, qarab turaman. Ungacha shunday qolib ketdi-da. Shunday qolib ketdi. Klientlar ham 129 ta chat shuni o'qilmagan turibdi ko'rdingiz. Hammasi yozgan. Sharhlarga umuman javob bermayman. Shunday qolib ketganda hammasi. Hammasi qolib ketgan. Shuning uchun keldilar oldimizga, ko'rdik magazinlarni menejer topib beramiz. Endi Abdumalik akaga xudo xolasa menejer so'radilar. Bu ishdan nima bo'ldi? Uzum. Juda bo'g'ib qo'ydi, o'zi toqat qolmayapti. Juda tepani blokka tushganlar ochdi. O'zi odamda pul ko'payganda. Ish ko'paygan. Hozir. Ish ko'payganda offline'da ham, offline'ga ham qaraydilar o'zlari, online'ga ham qaraganda vaqtlari yetmay qolyapti. Shuning uchun uzum marketga menejer qo'yaptilar. O'zlari Valbirsga ham kirmoqchisiz ham. Boshladik o'zi. Valbirsga ham kiryaptilar, xudo xolasa o'qish boshladilar. Valbirsga ham kiryaptilar. Shuning uchun vaqtlari yetmay qolyapti. Menejer topib bering dedilar. Xudo xolasa menejerlarimiz bilan gaplashib, biriktirib qo'yamiz. Ular magazinni o'sha menejerlar boshqaradi, Abdumalik aka nazorat qilib turadilar.
tepasidan, o'sha menejerlarning ustidan nima ishlar qilish kerak, tam magazinda yangi qanaqa tovarlar qo'yiladi, nima qilinadi, hammasini o'zi menejer o'zi hal qilib, tam ishchilari bor. Abdumalik akani offlaynda shu upakovka qiladigan boshqa vilovatlar, ularga shu menejerlarni bog'lab qo'yaman dedilar. O'zlari ish yuritishadi. Men sekin o'zimdan chiqib turib, endi boshqa yo'nalishga fokusimni qarataman deyaptilar. Endi bu o'sha marketplace-dagi ikkinchi etap. O'zimni qildilar, ishladilar, ko'rdilar. Endi uzundan ham kattarog'iga Valbersga harakat qilyaptilar. O'zi gapingizni oldimmi? Yo'q. Bir o'tkazib gaplashganimizda hammasini o'zingiz qilyapsiz-ku, qanday ulgurasiz? Rasmiy infografiya qilaveraman. O'zi oldingda qanday qiziqishim so'ndida. Qilyapman, bozor kichkina. Savdo oshmayapti. Shu. Qilaveraman, lekin men boshqa ish qolib ketadi. Undan o'sha qanchadir pulga bo'lsa ham shu menejerni o'tirg'izamiz. O'sha ishni qilaveradi, yurgizaveradi. Men bu yerda endi boshqa ishlarni qilaveraman-da. Bundan oldingi intervyuda aytgandim-da, Abdumalik aka, o'zingiz qilasizmi? Mana shuncha aborati o'zingiz boshqarasiz, offlayn ham qilasizmi? Men infografikalarni ham o'zim qilaman dedilar-da. Qani o'lgiryapsiz deb men hayron qoldim. Mana o'sha nima deydi, slishkim ko'p bilan shug'ullanganlari uchun endi hozir menejer qo'yaman deyaptilar. O'zlarining vaqtlari ham yetmayapti, toqatlari ham sal nima bo'lib qolganda, mana yerga kelib qolgan ozgina. Abdumalik aka fevralda sotuvga chiquvdilar. Fevralda boshlaganlar. O'zi yanvar o'rtasida boshlaganlar. Unda unchalik kirilmagan edi. 14-yanvar bo'lib, sovg'a qilib, 14-yanvarga bitta ozgina tovar qoldi. Kuratorda gaplari bilan qilsanglar oz ketadi deyishgan. Rostdan yaxshi bo'lgan. Qo'yishimiz sotilgan, bizda motivatsiya bo'lgan. Undan keyin fevralda sumkani qo'yganmiz. O'zlarining yo'nalishlariga kirganlar. Undan keyin srazu optim sotishga o'rganib qolganlar. Shuning uchun sumkani ham ko'pgina joylashtirib, birinchi tovarlaringizdan o'zi Lacoste bo'lgan, adashmasam. Lacoste'ni joylaganlar, u yaxshi ketgan konkurentlardan. Birinchi oy o'zi 2 oyda o'tib ketdingizmi konkurentlardan? Yanvar bo'lsa, o'zi martdan o'zi birga chiqqanman, 1 oyda o'zi. Martda 1 oyda o'zi konkurentlardan o'tib ketganlar, top 1ga chiqib qolganlar kategoriyalarda. Abortlari oshib ketib turib, iyunda keluvdilar, adashmasam, YTT almashtiramiz deb, keyin ozgina uzun bilan muammo bo'lib, tam YTT bilan налоговый bilan ozgina muammo bo'lgan ekan. Uni keyin hal qilganlar, o'zim ham ozgina vaqt cho'zoribdi. Iyulda YTT almashgan, 1 milliardga yetib, yana o'sha ikkinchi YTTni ham o'sha 500 millionga yaqinlashtirib qo'yibdi. 465 million bo'libdi hozirgi kunga kelib, shu iyuldan hozirgi kungacha foydasi plus minus $3000 bo'lib turibdi. 38 million 468 ming so'm hozir hisobladik, birgalikda o'tirib tovar tannarxi, налог, logistika, tam xranение hammasini bitta qo'shib chiqdik. Shunda foydalari shunaqa summa bo'lib keldi. Oxirgi tilaklaringiz, yangi kirmoqchi bo'lganlarga nima deysiz? Maslahatlaringiz? Maslahatim oldin ham aytganman, tabakorlar kiraveringlar. Chunki bozor ochiq. Kim xohlagan narsasini sotaveradi. Lekin bitta tomoni bor, olib sotarlarga maslahat bermasdim. Negaki? Chunki bizni qiynab qo'yapti. Konkurensiya ko'p, arzon pulga ishlaymiz. Yetarlicha rasxod bor. Men o'zi ko'zim bilan ko'ryapman. Ko'pchilik chiqib ketganini ham ko'rdim, olib sotariladi. Ishlab chiqarish birinchi qo'llar bo'lsa, birinchi qo'l sotuvchilar. Birinchi qo'llarga zo'r. Chunki narxni o'ynatadi-da, boshqarsa bo'ladi. Mahsulot xohlagancha chiqarib, yo'q bo'lsam o'zi olib kelib Xitoydan bemalol shu narsa, yo'q narsani olib sotaversa bo'lar ekan. Yangilik qilish kerak. Chunki hozirgi bor narsaga o'zi olib sotar kirish qiyin-da, chunki hamma o'zi ozgina foydaga egallab bo'lgan. Yangi sotuvchilar bemalol Xitoydan nechta tovar bor, yangilik olib kirib turib sotuvga kirsa bo'laveradi, to'g'ri. Значит, yangilik qilsa, qilish kerak, kirsa bo'laveradi, ha. Atak o'zida tovarni sotish nevigida. Ha, o'zimda borini o'zi yetib keldi, o'zi menimcha hamma kategoriya. Menikida o'zi ko'payib yotibdi, o'zi arzonga ish qilyapmiz, o'zi hammasini egasi chiqib qolganda o'zi hozirgi borlarini. Hozirgi bor tovarlarni. Juda ham yaxshi maslahat. Hammaga rahmat. Abdumalik aka, o'quvchimiz. Sog' bo'linglar.